Ba'zan inson hayotini o'zgartirish uchun katta imkon emas, katta boylik emas, hatto katta yordam ham kerak bo'lmaydi. Ba'zan faqat bitta qaror yetarli bo'ladi. U har tong bir xil holatda uyg'onardi. Telefoniga qarar, vaqtni o'tkazar va yana o'ziga shunday derdi: bugun emas, ertaga boshlayman. Kunlar o'tdi, haftalar o'tdi, oylar o'tdi. Ammo ertaga hech qachon kelmadi. U o'zini aqlli deb bilardi. Rejalari ko'p edi, orzulari ham, lekin hayoti o'zgarmayotgandi. Bir kuni u ko'chada keksa bir odamni ko'rdi. Oddiy kiyimda, sokin qadamlar bilan yurardi. Ammo uning yuzida g'alati bir xotirjamlik bor edi. U odamga qarab ichidan o'yladi: qanday qilib u shunchalik sokin bo'lishi mumkin? Keksa odam yo'nidan o'tayotib to'xtadi va shunday dedi: o'g'lim, charchagan ko'rinasan. Bu gap kutilmaganda yuragiga tegdi. U indamadi. Keksa odam davom etdi: men ham yoshlikda juda ko'p reja qilardim, lekin bitta xato qildim. U qiziqib so'radi: qanday xato? Keksa odam sekin jilmaydi: boshlashni kechiktirdim. Bu so'zlar qulog'ida jaranglab qoldi. O'sha kuni u uyiga boshqacha kayfiyatda qaytdi. Telefonni chetga qo'ydi. Jim o'tirdi va o'ziga bitta savol berdi: agar bugun ham boshlamasam, qachon boshlayman? U o'sha kuni hamma narsani mukammal qilmadi. Hamma qo'rquvlar yo'qolmadi. Hammasi birdan o'zgarmadi. Lekin u bitta qaror qildi: bugun boshlash. Ertasi kuni u kichkina qadam tashladi. Keyingi kuni yana bittasi. Ba'zan charchadi, ba'zan shubhalandi, ba'zan tashlamoqchi bo'ldi. Lekin bu safar u bilardi: men allaqachon qaror qilganman. Oylar o'tgach u o'sha ko'chadan yana o'tdi. Ammo bu safar u o'zini tanimasdi. U endi kutayotgan odam emas edi. U harakat qilayotgan odam edi. Hayot bir kunda o'zgarmaydi, ammo qaror bir kunda qabul qilinadi. Agar sen ham hozir nimanidir kutayotgan bo'lsang, bilgin, eng yaxshi vaqt hozir. Chunki ba'zan hayotni o'zgartirish uchun faqat bitta qaror yetadi.